Besaramjon oyoqlar sindromi bu kechasi uyquni o'g'irlaydigan kasallik. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan juda ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin hayot tarziga juda ham katta zarar yetkazdiradigan kasallik, ya'ni besaramjon oyoqlar sindromi kasalligi to'g'risida suhbatlashamiz. Agar siz kechasi uxlayotgan vaqtingizda oyoqlaringizni qimirlatgingiz kelayotgan bo'lsa, oyoqlaringizda chumali o'rmalayotgandek yoki kuygandek his qilish yoki tomir tortishayotgandek his qilish, tinch holatda o'tirganingizda yoki yotayotganingizda oyoqlaringizda besaramjonlikni his qilishingiz, bu sizdagi besaramjon oyoqlar sindromi kasalligining belgisi hisoblanishi mumkin. Bu nevrologik kasallik hisoblanadi. Asosan bemorlarni tunda yotishidan oldin, uyqudan oldin bezovta qiladi. Ya'ni oyoqlarda besaramjonlikni his qilishi, uyqusizlik paydo bo'lishi bilan kechadi. Bemorlar bu kasallikni turlicha his qilishadi yoki turlicha ta'riflashadi. Ya'ni ko'pchilik bemorlarimiz oyoqlarda g'ashga teguvchi og'riq, chumali o'rmalayotgandek his qilishi, kuydiruvchi his qiluvchi og'riqlar, oyoqlarda barmoqlarda tortishuvchi his qilishlari, bemorlar xuddi oyog'ini muzlayotgandek yoki qiziyotgandek his qilishi bilan ta'riflashadi. Eng qizig'i, bu kasallik bemor uxlashni boshlayotgan vaqtda boshlanadi. Natijada bemorlarimiz bir necha soatlab uxlay olmasliklari mumkin. Bu kasallik ikki xil kelib chiqishi, birinchisi irsiy moyillik, ikkinchisi ikkilamchi boshqa kasalliklarning hisobiga kelib chiqishi mumkin. Ikkilamchi turiga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin. Birinchi, temir moddasi yetishmasligi. Ikkinchi, kamqonlik. Uchinchi, buyrak yetishmovchiligi, qandli diabet kasalligi, Parkinson kasalligi, polinevropatiyalar, homiladorlik, B12 vitamini yetishmovchiligi, qalqonsimon bez kasalliklari, reumatoidli artritlar va shunga o'xshash bir necha kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Eng asosiy sabablardan biri bu bosh miyadagi dopamin moddasining almashinuvining buzilishi yotadi. Dopamin harakatlarimizni boshqarishda ishtirok etadi. Temir moddasi esa dopamin hosil bo'lishda ishtirok etadi. Bemorlar bu kasallikni turlicha his qilishadi yoki turlicha ta'riflashadi. Ya'ni ko'pchilik bemorlarimiz oyoqlarda g'ashga teguvchi og'riq, chumali o'rmalayotgandek his qilishi, kuydiruvchi his qiluvchi og'riqlar, oyoqlarda barmoqlarda tortishuvchi his qilishlari, bemorlar xuddi oyog'ini muzlayotgandek yoki qiziyotgandek his qilishi bilan ta'riflashadi. Temir moddasi kamayganda qondagi dopamin miqdori ham kamayadi. Natijada asab sistemasida nerv tolalarida qo'zg'aluvchanlik paydo bo'ladi va shu bilan birgalikda oyoqlarda noxush belgilar, ya'ni besaramjon oyoqlar sindromi kasalligining belgilari namoyon bo'ladi. Kasallik asosan 40 yoshdan oshgan insonlarda, ayniqsa 60 yoshdan oshganlarda juda ham ko'p uchraydi. Ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq kasallanadi. Bolalarda juda ham kam uchraydi. Besaramjon oyoqlar sindromining asosiy 4 ta belgisi mavjud. Birinchi, oyoqlarni harakatlantirishga kuchli ehtiyoj. Ikkinchisi, dam olishda kuchayishi. Uchinchisi, harakat qilganda kamayishi. Asosiysi, kechqurun uyqudan oldin og'riqlarni kuchayishi. Bu kasallik qo'shimcha bemorlarda asabiylashish, uyqusizlik, xotiraning pasayishi, diqqatni bir joyga jamlolmaslik, charchoq bilan birga kelishi mumkin. Besaramjon oyoqlar sindromini quyidagi kasalliklar bilan farqlashimiz mumkin. Birinchisi bu polinevropatiyalar, ikkinchisi Parkinson kasalligi bilan, uchinchisi oyoq qon tomir kasalliklari bilan, to'rtinchisi tungi mushaklar tirishlari bilan, beshinchisi osteoxondrozlar, fibromiyalgiya hamda varikoz kasalligi bilan farqlashimiz mumkin. Bu kasalliklar bilan besaramjon oyoqlar sindromining farqi faqat tunda uxlaydigan vaqtda bo'lishi bilan farq qiladi. Bu kasalligimizga tashxis qo'yishda biz quyidagi zamonaviy tekshiruvlardan foydalanamiz. Birinchisi bu qondagi ferritin miqdori. Ikkinchisi temir miqdori, uchinchisi B12 vitamini yetishmovchiligi, to'rtinchisi qand miqdori, beshinchisi kreatinin,
Oltinchisi bu qalqon son bez kasalliklarida TTGlar miqdori hamda elektroneyromiyografiya tekshiruvi bilan aniqlashimiz mumkin. Agar zaruriyat bo'lsa, MRT tekshiruvi ham o'tkazishimiz mumkin. Bu kasallikni quyidagicha davolashimiz mumkin. Birinchisi, u temir tanqisligi bo'lsa, bemorlarimizga temir preparatlari tavsiya qilamiz. Ikkinchisi, uyqu gigiyenalari buzilgan bo'lsa, bemorlarimiz normada uxlash gigiyenasiga amal qilishlari shart. Ba'zi bemorlarimizga magniy preparatlari yoki vitamin B guruhi preparatlari ham yaxshi yordam berishi mumkin, lekin bu asosiy davo emas. Ko'proq bemorlarimizda gabapeptin preparatlarimiz bu kasallikda juda ham yaxshi effekt berishi mumkin. Quyidagi dorilar bu kasallikni klinik belgilarini kuchaytirishi mumkin. Misol uchun ayrim antidepressantlar, antigistamin preparatlari, ayrim neyroleptiklar, kofeinni ortiqcha iste'mol qilish, alkogol hamda chekish bu kasallikni kuchaytirishi mumkin. Bu kasallikni oldini olish hamda profilaktika qilish uchun bemorlarimiz e'tibor beradigan narsalar: birinchisi bu ovqatlanish gigiyenasiga amal qilish, ikkinchisi alkogolli hamda spirtli ichimliklarni ichishni to'xtatish, kechki vaqt uyqudan oldin kofelarni kamroq iste'mol qilish, doimiy jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, ortiqcha vaznni kamaytirish, uyqu rejimiga amal qilish hamda qondagi qand miqdorini me'yorda ushlash bu kasallikni profilaktikasi hisoblanadi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar bemorlarda bu simptomlar uzoq vaqt davom etsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Agar siz yoki yaqinlaringizda yuqorida sanab o'tilgan shikoyatlar bo'lsa, aynan tunda uyqudan oldin oyoqlaringizda besaramjonlik bo'layotgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Chunki bu ikkilamchi boshqa kasallikning belgisi ham bo'lishi mumkin.